Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan Uyg'urlarga dair bir qism mühim xəbərlərimizni əslatib ötdimiz. Mən Erkin. Mən Gülchehra. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatına basın. Yaqında Qashqar Universitetining pensiyaga chiqqan sobiq professori Abdukerim Paltoning 2018-yil sentabrda lagerga ilib ketilganligi ma'lum bo'ldi. Uning muajiratdagi tuqqanlaridan biraylan bu haqda fikr berib, uning doktorxonada operatsiya qilinib, uzun o'tmayla lagerga ilib ketilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Abdukerim Palto bu yil 76 yoshda bo'lib, ilgari Qashqar Universiteti tarix fakultetining mudiri bo'lib ishlagan, hamda Uyg'ur tarixi ham Xitoy tarixidan dars bergan. Faoliyatchilar bu haqda fikr bildirib, Xitoy doiralarining allaqachon pensiyaga chiqqan, yashinib qolgan ziyolilarni lagerga ilib ketishi navbatdagi bostirish va ta'qibning naqadar qattiq bo'layotganligining bir ifodasi deb ko'rsatmoqda. Yaqında Uyghur diyarındaki lagerlarga qamalgan qismen tutqunlarni ailesi bilan uchrashtirish uchun 24 soatlik qo'yib berilganligi haqida uchurlar taqaldi. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egalishi jarayonida lagerlardagi ifodasi yaxshi bo'lgan oz sondagi tutqunlarning ailesi bilan ko'rishganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha 24 soatlik ko'rish uchun qo'yib berilganlar beshiga qora xalta kiydirilib, putqollari kishanlangan holda oilasiga elib berilib va atisi lagerga qaytirib ketilgan. Bu jarayonda ana shunda qo'yib berilganlardan biraylan lagerda g'urur degan narsa mavjud emas. Bizning u joydan sog' chiqishga ko'zimiz yetmaydi degan. Yaqında Uyg'ur diyoridagi lug'atchilik va tarjimonlik sohasiga belgilik to'kib qo'shgan tilshunosi O'sanjon Asqarning 2018-yili aprelda lagerga ilib ketilganligi oshkorlandi. O'sanjon ilgari Abdunum rayonlik Til-Yiziq komiteti atalg'ular ishxonasida ishlagan bo'lib, Uyg'urcha, Xitoycha kasbiy lug'atlardan 10 nachisini tuzishga qatnashgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, O'sanjon Uyg'ur klassik adabiyoti sohasida zo'r emgaklarini ro'yobga chiqargan olim Qashqarlik Asqar Husaynning o'g'li ekan. Marhum Asqar Husaynning ikki nevrisi, ya'ni Qutatqu bilig sohasidagi tadqiqotlar bilan tonilgan Mo'l Osulliq Abdur Yor Muhammad Toyirning o'g'illari Bahram va Ikrom oliy maktabni bitirib, uzun o'tmay lagerga ilib ketilgan ekan. Muşabda Xitoyda rasmiy ziyoratda bo'lgan Saudiya Arabistonining vali ahdisi Muhammad bin Salman Xitoy raisi Xi Jinping bilan bo'lgan suhbat jarayonida Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi turishini qo'llaydiganligini bildirgan. Halbuki bu ziyorat tarpısida ko'plagan xalqaro tashkilotlar ikki haramning xizmatkori deb ta'riflanayotgan Saudiya Arabistoni vali ahdisining lagerlarga qamalgan millionlagan Uyg'urlar haqida so'z qilishini umid qilgan edi. Aloqador xabarlarda ko'rsatilishicha, ikki taraf bu qitimqi suhbatda 28 milliard Amerika dollarlik savdo kelishimiga imzo qo'ygan. Bir qism analizchilar vali ahdi savdo manfaatini Uyg'urlardan ustun ko'rdi deb uni tanqidlagan. Müşabtida Shveysariyaning Janva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining yig'inida Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi haqida qattiq so'z qilib, dunyo jamoatchiligi orasida alohida ta'sir qo'zg'adi. When it comes to China, the findings of the report of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination and several other reports regarding human rights violations against Uyghurs and other Muslim communities in Xinjiang Uyghur Autonomous Region are cause of concern. Therefore, we encourage China and Chinese authorities and expect that universal human rights, including freedom of religion, are respected and protection of the cultural identities of Uyghurs and other Muslims is ensured. Dunyodagi har qaysi axborot vositalari Chavush o'g'lining Uyg'urlar haqidagi so'zlarini ko'plab xabar qildi. Xitoy hukumati bo'lsa buningdan qattiq norozi bo'lib, Turkiyaning ayblashlari butunlay asossiz degan. Bir qism analizchilar Turkiyaning adolatni yoqlaganligini, kechikkan bo'lsa-mu Uyg'urlarga oz-to'l umid bag'ishlaydigan harakat, shundaqli islom dunyosiga turtki bo'g'idak jasorat deb ko'rsatmoqda. Bir qancha kun avval İstanbulda chaqirilgan Uyg'ur Akademiyasining ilmiy muhokama yig'inida
Uyg'ur ana tili komiteti qurildi. Turkiyadagi Uyg'ur ziyolilaridan professor Olimjon Inoyat bu komitetning mudirligiga saylandi. Mazkur komitet navbatda Uyg'ur diyoridagi ma'rif sohasida Uyg'ur tili ma'ni qilinayotgan ahvolda bundan keyin Uyg'ur tilini qo'g'dab qilish jihatda bir qator amaliy xizmatlarni qilishga mas'ul bo'ladi ekan. Ma'lum bo'lishicha navbatda Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan eng zo'r ijtimoiy bo'hronlarning biri Uyg'ur tilining qismati bo'lib, mazkur komitetning bu jihatdagi xizmatlari qisman bo'lsa-mu ijobiy rol o'ynashi umid qilinmoqda. Hürmetli televizyon köygüçüler yukarıda Erkin Asya Radyosu Tor Televiziyasının Abdül Haberler programmasını gördüğünler. Kelar hafta ko'rishaylik. Hayır hoş. Xayr xo'sh.